Xullas, qarindoshlar, cho'pperga bananni solib, olmani solib, kivini solib, suv solib, yaxshilab aralashtiradigan bo'lsa, shunda hechkin jabr-ajoyib bay smuzi bo'lar ekanmish-da. O'xsharmikan, ha? Deb turib qarindoshingiz retseptni sinab ko'rishni boshladi. Retseptga kerak bo'ladigan mevalar hamda blenderni oldim. Nega endi blender qaysi brend ostida ishlab chiqarilganini ko'rsatmadim, bilasizmi qarindoshlar? Aynan mana shu blenderni ishlab chiqaradigan brend egalari bilan qarindoshingiz kelishmay qoldi shu desanglar. Men o'sha kelishmay qolgan brendimni ko'plab mahsulotlarini O'zbekistonga tanilishida juda ham katta hissamni qo'shganman. Aynan o'sha brendni O'zbekistonga birinchilardan bo'lib olib kirdik. Necha yillarim, qancha pullarim, qancha reklamalarimni sarflab u brendni O'zbekiston bozorida juda ham mashhurlikka erishtirdim. O'zbekiston bozorida bozori chaqqonlashgandan keyin brend menga xiyonat qilishni boshladi. O'zbekistondagi boshqa sotuvchilarga ham o'z mahsulotlarini bemalol sotishni boshladi. Ajoyib, qarindoshlar, yillar davomida mehnatni boshqalar qiladi-yu, lekin rohatini boshqalar ko'radi. Mazzami. Qarindoshingiz o'zi reklama qilib mashhur qilgan brendlarni birgina negativ reklama orqali O'zbekistondagi savdosini bir necha barobarga tushirib yuborishi mumkinligi haqida bilisharmikan? Diqqat savol qarindoshlar, bu qaysi brend? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Xullas, bizning olmali smuzimiz qanday ketma-ketlikda tayyorlanganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Ana endi eng asosiy degustation joyi qarindoshlar. Bay jabr-ajoyib narsa bo'lar ekan-ku bu. Obязательно uyda sinab ko'ringlar qarindoshlar, juda zo'r narsa bo'lar ekan. Shu smuzini sizga kim tayyorlab berishni xohlardinglar? Aynan o'sha insonga videoni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin, ha?